Assalomu hammaga. Bugungi videoda sizlar bilan Free Fire'da boshqa regionli akkaunt ochishni o'rganamiz. Uning uchun o'sha настройкаga kirib, birinchi bo'lib o'sha tilni russkiy deb turganini o'sha regioniga alishtiramiz. Masalan, Indoneziya ochmoqchi bo'lsangiz, Indoneziyani qo'yasizlar. Mana keyin akkauntingizdan chiqib ketasizlar. Endi Free Fire'ga qaytadan kirasizlar. Va mana Free Fire'ga qaytadan kirib oldik. Ana sezgan bo'lsangiz, o'sha til ham o'zgardi. Qaytadan kirgandan keyin yangi akkaunt ochish kerak. Xohlaganingizdan ochsanglar bo'ladi. Men testdan ochib ko'raman. Va mana yangi akkaunt ochdim. Boshqa region ochganning foydasi, boshqa regionlarda har xil narsalar chiqqan bo'lishi mumkin. Bizda chiqmagan narsalar ham chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqa menyu chiqqanda 3 ta til qo'yib qo'yadi. Mana Indoneziyani tanlaysizlar. Singapur ham ochsanglar bo'ladi. Indoneziyani tanlaganingizda ma'qulroq. Bo'ldi. Hozir ko'ramiz Indoneziya regionida nimalar borligini. Va mana mana ularda ikkitali trabajga inkubator full qaytibdi. Bizga ham chiqqan. 3 ta inkubator. Bu yastribga skin bu bizga chiqadi yaqinda. Almasni checkpointda bu bor ekan. Оружие bizda ham xuddi shunday. Vektor va zalotoy. Bu bizda pushtrang almasga beriladi. Endi tabiqalarni kirib ko'ramiz. Shu bu chiqqanimizda yastrib. Mana emotsiya. Yangi emotsiya bizda ham chiqadi yaqinda. Papalniya bizda chiqadimi yo'qmi bilmayman.